Mana qish ham o'z choyshabini yig'ishtirib, o'rnini erta bahorga berdi-yu ketdi. Fasllar go'yo aylanma doira, keladi-yu ketadi. Qishloqda bu hol ko'zga yaqqol tashlanadi. Bahorning birinchi yomg'iri chor atrofni chuqur uyqudan uyg'otgandek. Lekin ona qishloqda mehnat qishin yozin to'xtamaydi. Inson va zamin, yer va osmon, mehnat va muhabbat, ona qishloq, hammasi ota-bobolarimizdan qolgan tabarruk dunyo sulolasi. O'zbek diyorining har bir qarichi azaliy go'zal, qimmat va qadrli. Inson zaminsiz, zamin insonsiz yashay oladi deysizmi? Bir paytlar bejirim yaralgan dunyo inson mehnati bilan yana ham go'zal bo'lib boraveradi. Kechagina qaqrab yotgan bag'ri keng Mirzacho'lning bugungi ko'rki o'zgacha. Sayxunobod nohiyasida ko'krak kergan Sho'ruzak davlat xo'jaligining har bir fuqarosi hayotning bu go'zalliklaridan mustasno emas. Yaqin o'tmishda azim Mirzacho'l qa'rida na qishloq, na shahar, na bir ko'cha ko'zga chalinardi. Bugunchi tarix g'ildiragi doim harakatda. Bugungi Sho'rozak fuqarosining martabasi ulug', uning yo'li keng va yuzi yorug'. O'zgarishlar mana endi yangi maktab ham qurilyapti. O'zgarishimiz juda yaxshi bo'lyapti o'zgarish. Mana qulf solayapti yangi. Shuni mana savxoz rahbarlari boshlig'ida bo'layaptilar, hammasi ham rahbarligida. Gaz olib keldik. Suv vodoprovod bo'layapti. Ko'chalarimiz butun asfaltlanib, yaxshilayapti. Bozorchilik, chorvachilik hammasi mana tasarruflarimiz mo'l-ko'l bo'lib shuni obodchilikqa kelyapmiz. Yana 1-2 yilda toza to'kin chashinchilik bo'lib ketadi, xudo qalasa. Bu kelajak yaxshi bo'ladi, juda yaxshi bo'lib ketadi kelajagimiz, xudo qalasa. Sho'rozakliklar azaldan tadbirkorlar qatorida keldi. Inson faqat nom bilan tirik emas deydi xalqimiz. O'zbek tuprog'iga oddiy cho'pni tiqsang, daraxt bo'lib ko'karadi. Ona yerga qilingan mehnat, u qaysi sohaga mansub bo'lmasin, o'z hosilini albatta beradi. Yoqimtoy qaymoq, oydek oppoq sutni simirish uchun sho'rozakliklar tinmay ter to'kadi. Halol nonini, rizqi ro'zini ona zamindan halol mehnati evaziga oladi.
farzandning yo'lboshchisi fermer Jo'ravoy aka Umurzoqov va Abdurashid Sindorovlarning suhbat mavzusi ham bitta. Sut va go'sht mahsulotlarining ko'paytirilishi. Kechani kunduzga, kunduzni kechaga ulagan, tinim bilmas charvador akalar, opa-singillar. Toshkent u Azimdek katta shaharda tonggi dasturxonga sut qaymoq tortilishi mana shu qorako'z chorvador qiz yigitlarimizning tinimsiz mehnatiga, tunni kunga ulashiga bog'liq. Qo'ymard qishlog'i bolalari. Baxtiyor bolalarni ko'rib diling quvonadi. Lekin bu shart-sharoitlarni yaratib, bunyodga keltirguncha poymardlik ota-onalar ne qiyinchiliklarni boshidan o'tkazmadi. Bugungi har bir quvonchli kunlarning boshida inson mehnati turibdi. Inson hayoti shunaqa. Men bolamga, bolam bolasiga deydilar. Har bir ota-ona farzandi uchun jonini jabborga berishga tayyor. Mulki borliq ichra bir mahal ko'rksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal olam aro odam yaralgan. Shundan beri inson tinmayin shu yer uzra ter to'kar hamon. Yerni go'zal qilgani sayin go'zal bo'lar o'zi ham inson.
Hisob kitobsiz ish bormi dunyoda? Ayniqsa bugungi iqtisodiy inqiroz davrlarida. Lekin sho'rozaklik hisob kitobchilarning 5 daqiqalik yig'ilishi ham fikrlarni bir joyga qo'yib olishga undaydi, ham u yoq bu yoqdan gurung qilib dam olish, ko'ngil ko'tarish bilan o'tadi. Birozlik bo'lsa-da kulgiga nima yetsin? Qaydan topib bo'lar bunday chimanni vatan tuyg'usi oliy muqaddas qaydan topib bo'lar bunday chimanni barcha zamonlarda ortaqlar emas mardlar quruqlaydi vatan mardlar quruqlaydi vatan bevatan bag'rida dinlamas armon inadan ayrilsa shular ham nolon qalbida ulug'vor muhabbat pinhon. Mana ko'z ochib yumguncha oltin kuz ham yetib keldi. Qishloq ahli uchun har bir daqiqa g'animat. Garchand qishloq fuqarosi uchun tirikchilik va mehnat ramzi paxta bo'lib qolar ekan, demak uni o'z vaqtida yig'ib terib olgan ma'qul. Paxta o'zbek xalqining azaliy taqdiri, uning rizqi ro'zi, uning noni. Yil 12 oyda qaro terlar evaziga bunyod qilingan o'zbek xalqining oq oltini bugun ham butun jahonni bus-butun kiyintirishga yetib ortib qoladi. quruqlaydi vatan mardlar quruqlaydi vatan Paxta bugungi ozod O'zbekistonimizning or-nomusi, faxri, uning quvonchi. Chunki u og'ir mehnatlar evaziga dunyoga keladi. Bu o'ylar, fikrlar davlat xo'jaligi boshlig'i O'rol aka Quvondiqovning kecha-yu kunduz miyasida, uning har bir kunida, hayotida mujassamlashgan. Oddiy raqamlarga ko'z tashlaylik. Barot aka Mamatov boshliq 1-bo'limning 460 gektar, Abdusaid Tojiboyev bo'limining 604 gektar, Navrozboyev boshliq bo'limning 760 gektar dehqonchilik qiladigan cheksiz dalalari va davlat xo'jaligining 8000 aholisi. Tovuqqa ham don, ham suv darkor deganlar. Lekin insonning boshidan oshib toshib yotgan ming bir tashvishi bor. O'rol aka Quvondiqovning mehnat faoliyati mana shu o'y tashvishlar bilan, xo'jalikning har bir fuqarosi taqdiri bilan chambarchas bog'liq. Bepoyon mamlakat har kim bir yashar qalbida muhabbat tuyg'usi qo'shar namqiron to'qqiz yigirma yashar mardlar quruq
neydi vatan Merler tükreydi vatan Dunyo so'yla bisoting nedir? O'zing turgan tabarruk yerdir. Boyliging ne ey zamin gapir? Meni sevgan asl insondir. Nima va'da aylar kelajak? Avlodlardan so'ramoq kerak. Yerning, elning tayanch nuqtasi inson qalbi, inson sevgisi. O'zbekiston diyorining har bir fuqarosi qishni bahorga, uzoq kutilgan yozni oltin kuzga ulaydi. Paxtakor degan har bir dehqon o'z ota kasbini ulug'laydi. Tinim bilmaydi. Paxta esa o'z o'rnida unga ishq tushgan har bir mehnatkash insonni mehnatga, cheksiz dalalarga chorlaydi. Uni tindirmaydi. Mana shunaqa O'zbek xalqi qahramon xalq. Uning noni azaldan halol bo'lib kelgan. Qishning sovug'ini, bahorning seryomg'ir, shalabbo kunlarini, mehribon yozning saxovatli va jazirama damlarini osmono'par paxta g'aramlariga ulab yuboradi. Hayot shunaqa go'zal. Faqat inson mehnati bilan go'zal. Diyor muhabbati bilan go'zal. Menga diyor berding, ko'rku latofat, husnu malohatda tengi yo'q aslo. Ona o'lkam mening ramzi sadoqat, durlar shodasida durdona go'yo. Men uni sevganman. Jonim ol, faqat diyorim mehridan qilmagin judo. Menga sevgi berding, ul oftob tal'at, dilimga dard soldi, ham bo'ldi shifo. U bois menda bor quvonch va hasrat, u bois ko'rarman vafo va jafo. Mayli, o'sha o'tda yonayin, faqat meni muhabbatdan qilmagin judo. Yashnasin yillar ahil, do'stona deb, yangragay qo'llarda tor. Tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor. Tinchlik uchun yangragay qo'llarda tor. Tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor. Tinchlik uchun bahordan tuproqqa mehrini ekib, saratonda ko'ksini qilgan soyabon, har bir tub g'o'zaga qalb ko'zin tikib, har guldan bir umid tilagan dehqon, qulluq opajonlar, onajonlarim, nuri diydalardan tola olganlar, ko'z yoshlari bilan chigit undirib, kipriklari bilan terib olganlar. yangragay qo'llarda tor. Tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor. Tinchlik uchun yangragay qo'llarda tor. Tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor. Tinchlik uchun
katta boy Osma tortdi qoshlariga mahroy Şad xurram el-elat boshlaydi to'y yangragay qo'llarda tor tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor tinchlik uchun yangragay qo'llarda tor tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor tinchlik uchun yangragay qo'llarda tor tinchlik uchun to'y qilar bizning diyor tinchlik uchun tinchlik uchun tinchlik uchun tinchlik uchun tinchlik uchun Haqiqatan Tuzasindarish aytgandek shu paxta tolasini saqlash bazasiga bizning Sho'rozak savxozining mehnatkashlarini ham yetishtirgan paxtasi bor. Biz paxtani yetishtirishda juda katta qiyinchilikda duchor bo'lyapmiz. Hamma savxozimiz bo'yicha oston maydonlarimiz o'rtacha va kuchli sho'rlangan yerlar. Juda katta qiyinchilik bilan sho'rni yuvish masalasida qiynalyapmiz. Undan keyin ko'pincha toza suv yetishmasligidan oston izbiroz sho'r suvlardan 2 marta, 3 martagacha sho'rni yuvishga to'g'ri kelyapti. Shunday katta mashaqqat orqasidan xalqimiz mardonavor mehnat qilib, lekin olingan rejasi va majburiyatlarini har yili oshiq bilan bajarib kelyapti. 1992-qishloq xo'jaligi yili ham ayniqsa bizning savxozimiz mehnatkashlari uchun juda og'ir mashaqqatli yil bo'ldi. Do'l yog'di, sellar bo'ldi, jalalar bo'ldi. Shunga qaramasdan 2-3 martagacha buzib ekdik va mehnatkashlarimiz oqilona mardonavor mehnati orqali shu kunda mo'l hosil yetishtirildi. Xorijiy davlatlarga paxta yuborish xo'jaligi boshlig'i Tuzal aka Sindorov. O'zbekiston paxta sanoati birlashmasiga qarashli Sirdaryo viloyatida 1988-yilda mana shu ko'rib turgan bazalarimiz tashkil topildi. Bu bazaning ob'yomi 50 ming tonnaga mo'ljallangan. Shundan bu 50 ming hozirgi kunga 20 ming tonnadan ziyodroq paxta saqlanmoqda. Bu paxtalar asosan chet davlatga mo'ljallangan paxtalar bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Fransiya, Belgiya va boshqa qator xorijiy davlatlarga biz paxtalarni jo'natamiz. Endi bu bazani tashkil bo'lishida ancha-muncha qiyinchiliklarga to'g'ri keldik. Mana cho'l zonasi, bu yerda qamishdan, jing'ildan boshqa narsa bitmagan joy edi. Mana hozir ko'rib turishlar, hamma tomon daraxt bo'lyapti. Xo'p, obodonchilik yaxshi bo'lyapti. Paxtalarimiz hammasi yaxshi, quruq joyda saqlanmoqda. Mana shu paxtalarni shu yerda saqlashda, mana shu katta bir dargohni tashkil bo'lishida, mana shu yerda rayon xodimlarining
Oblast xodimlari qolaversa, mana shu savxozda rahbarlarning juda hissasi katta bo'ldi. Hammasi hisorlik fuqaro farzandi uchun ishlab turibdi. Keng va yorug' xonalari, oshxona, kerakli darslik va qo'llanmalar hammasi mana shu farzandlar uchun muhayyo. Mirzacho'l tarixidan ma'lum, mana shu qora ko'zlarning ota-onalari talabalik yillarini kulbasifat uylar va shamchiroqli tunlarda o'tkazib bilim olgan. Otalar o'tmishi bolalar uchun o'rnak va hayot maktabi bo'lsa ajab emas. Nima bo'lganda ham ozod O'zbekistonning gurkiragan mustaqil kelajagi mana shu qora ko'z farzandlarga bog'liq. Umr shunaqa. Bir pasda o'tadi ketadi. Kechagi kuz o'rnini qish, ser uyqu qish o'rnini bahor egallaydi. Bugun o'lkamizda yana bahor shabodasi esib qoldi. Uzoq kutilgan Navro'zi olam ham Sho'rozak diyoriga kelib eshik qoqdi. Quyoshdan bir nurli ko'chki qo'zg'atgan, qishning muz choyshobin parchalab otgan, g'aflat uyqusidan yerni uyg'otgan bu bahor emasmi? Tonggi o'choq boshi singari shoshib, eshikka qo'shqanot bag'ishlab ochib, farzandin uyg'otgan mehrlar sochib, bu ona emasmi? Olam bir yoq, seni bir yoq etolgan, vafoni yurakka bayroq etolgan, tunni yulduz bilan uyg'oq etolgan bu sevgi emasmi? Qirlardan Navruz sayli lolalarni yalishi to'xtag'ay tabiatdan haq qushlar zorlanishi. Ketma bahor, ketma mening bag'rimdan. Mustaqil va ozod O'zbekiston. Bu balandparvoz gap emas, aksincha, bu hayotiy haqiqat. Sho'rozakliklar o'z o'tmishini juda yaxshi esda saqlaydi. Shukrkim, notekis yillar ortda qoldi. Bugungi elektr energiyasi, artezian suvlar, cho'lni yillar osha bog'i bo'stonga aylantirgan fuqaroning uyiga kirgan bugungi tabiiy gaz, tekis va ravon yo'llar,
madaniy maishiy o'choqlar, yangi qurilayotgan klub va shaxsiy qurilishlar, bog'-rog'lar hammasi bag'ri keng va ozod O'zbekistonning mustaqilligiga chambarchas bog'liqdir. Bular hammasi sho'rozakliklar uchun katta bir baxt. Yaxshi dam mehnatga hamdam deydi xalqimiz. Bugungi Navro'zi olam bayrami sho'rozakliklar uchun ertangi mehnat simfoniyasida katta kuch, sabr-toqat, tinchlik va hamjihatlik ato etadi. Uni yangi mehnat muvaffaqiyatlariga boshlaydi deb umid qilamiz. Olam keng, ellar ko'p, yurtlar beshumor. Har yurt o'z ahliga go'zal va ajib. Ne baxt, Quyoshiston ta'rifli diyor, nurli peshonamga bo'libdi nasib. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'il-qizlarim. Mana bugun xo'jaligimizda Navro'z bayramini, bahor bayramini kutib olish uchun yig'ilganmiz. Respublikamiz mustaqil bo'lgandan beri mana har yili Navro'z bayramini katta ko'tarinki ruh bilan kutib olyapmiz. Hurmatli o'rtoqlar, shu bayram bilan hammalaringizni chin yurakdan, chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oilalaringizga tinchlik tilaymiz. Belgi ekilayotgan urug'imiz barakali bo'lsin. Qilinayotgan mehnatimizga Xudo baraka bersin. Hammamizning oilamizda to'y bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, tomoshalar bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmaylik, hech qachon g'am ko'rmaylik. Faqat qilinayotgan mehnatimizga barakali bo'lib, shu qishlog'imiz obod bo'lsin, qishlog'imiz xalq to'q bo'lsin, farovon bo'lsin. Hammamizning yuzlarimizda chehra bo'lib, lablarimizda kulgi bo'lsin. Yana bir bor Navro'z bayramingiz bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Hammalaringizga ulkan muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik tilayman. Farhad ko'ksi tog' yarmi loshi misliga yarmi burgut misliga yarmi yoz, yarmi bahor, yarmi
cennet, yarimi tog'. Hubbi ajoyib xalqimiz bor, yarimi hayron